O'tgan asrimizning oxirida, mana 80-yillarda Haram Makkada yashab ijod qilgan Sayyid Muhammad Alaviy Maliki Hasani degan bir zot o'tganlar. Hozirgi davrda ko'plab katta ulamolarning ustozi bo'lgan. O'zlari payg'ambar avlodidan bo'lganlar, Maliki mazhabidan, lekin tasavvuf bilimdoni, piri murshid bo'lganlar. Shu kishining otalari ham Haram Makkada mudarris bo'lgan ekanlar. Sayyid Alaviy ibn Abbos Hasani Maliki degan zot. Juda katta alloma. Haramning bir chetida u kishining kursilari bo'lar ekan, boshqa bir chetida yana bir katta mufassir Abdurrahmon ibn Sa'di rahimahullohning kursilari bo'lar ekan. Osmonni bulut qoplab yomg'ir yog'a boshladi. Ka'baning bitta tarnovi bo'ladi. Uni mezab deydilar. O'sha mezab xatimning ichiga to'g'rilangan. Yomg'ir yog'sa, ozgina yomg'ir yog'sa ham Ka'baning tomidan sharillab suv quyiladi, sababi bitta tarnov xatimning ichiga tushadi. Xatim bilasizlar nimaligini? Yarim aylana devor. Xatimning ichida namoz o'qigan odam Ka'baning ichida namoz o'qiganday bo'ladi. Hijozliklarning odatida yomg'ir yoqqanda tarnovdan suv oqsa, borib cho'milishlikda baraka bor deb bilishadi. Kim Ka'baning tarnoviga cho'milsa, gunohi o'chiriladi degan tushuncha ham bor ularda. Maqtanib yurishadi yoshlari, biz Ka'baning tarnovida cho'milganmiz deb. Shunday cho'mila boshlashsa, vahobiylar ham qarab turgan ekanlar. Darrov chiqib ular, "Ey mushriklar, sizlar shirk qilyapsizlar" deb haqorat qila boshlashdi. Shunda haligi ahli Hijoz borib, Sayyid Alaviy ibn Abbosning huzuriga borishib, u kishiga aytdilar-ki, "Ya hazrat, bular shunday deyishyapti. Biz ota-bobolarimizdan ko'rib kengashlik qilyapmiz. Mezabni suvga cho'milsak, ular shirk deyishyapti. Nima deysiz?" dedilar. Sayyid Alaviy aytdilar-ki, "Bekor aytdilar" dedilar. "Cho'milaveringlar. Bu muboh amal. Men ham cho'milaman" dedilar va ularni targ'ib qildilar. Borib yana cho'mila boshlashdi tarnovda suvga. Haligi vahobiylar yana shirk deb ularni qaytarmoqchi bo'lsalar, ular haydab yuborishdi. "Biz Sayyidimiz fatvo berdi bizga" dedilar. Shunda vahobiylar borib Abdurrahmon ibn Sa'diyga shikoyat qilishdi. Abdurrahmon ibn Sa'diy ridolarni yig'ishtirib, Sayyid Alaviyning huzuriga hurmat bilan kelib o'tirdilar-da, "Ey sayyidim, odamlar mezabni suvga cho'milishda baraka borligini aytganingizda iddao qilishyapti. Shu rostmi? Nimaga asoslanib dedingiz agar degan bo'lsangiz?" Shunda Sayyid Alaviy, "Ha dedim, rost. Faqat bitta emas, ikkita baraka bor dedim" dedilar. Asosim Qur'on dedilar. Alloh taolo Qur'onda yomg'irni va nazzalna minas samai ma'an mubaraka deb biz osmondan barakali suv yog'dirdik deb baraka bilan zikr qilgan. Ka'bani esa inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka deb eng avvalgi Makkadagi uy bu uy deb uni baraka bilan zikr qilgan. Yomg'irni ham, Ka'bani ham baraka bilan zikr qilgan. Shuning uchun men Ka'baning tarnovidan tushayotgan yomg'ir suvida ikkita baraka bor deb aytdim dedilar. Shunda Abdurrahmon ibn Sa'diy, "Subhanalloh, biz qanday qilib bu oyatlardan g'aflatda qolibmiz? Meni avf etgaysiz hazratim, uzr" deb o'rinlaridan turib keta boshladilar. Shunda Sayyid Alaviy Abdurrahmon ibn Sa'diyga qarab, "Taqsir shoshmang" dedilar. "Joyingizga emas, siz borib tarnovga cho'miling. Agar shunday qilmasangiz, mana u sizning muridlaringiz, muxlislaringiz butun tarnovga cho'milgan odam borki, hammasini takfir qiladi" dedilar. Shunda Abdurrahmon ibn Sa'diy borib tarnovda suvga cho'mildilar. Alloh taolo bu ikkita azizlarimizdan ham rozi bo'lgan bo'lsin.